Ishxonamizda GLS mashinasini olib qo'yganmiz. Mashinamizga zanjir taqishgan ekan, amirsoqga chiqishganda zanjir uzilib ketib, krilolariga tegib, miyatina qilib kraskalarni ko'chirib tashlabdi. Xudo xohlasa bularni chotki qilib ideal qilib beramiz. Birovlarni ham boshqatdan yopishtirib beramiz. Bundan tashqari podkrinniklarni ham singan podkrinniklarni ham almashtirib beramiz. Kuzatishda davom etaylik, jarayonlarni boshlaylik. Mercedes mashinasini xudo xolisa ishlarni bitirib bo'ldik. Kriloni, miyatinalarni chiqarib qo'yganmiz. Shagrillarni buzmagan holatda idealni qilib gulini terib, raxlarni joylariga qo'yib berdik. Bundan tashqari podkrinniklarni taqib berganmiz. Kriloda broni plonkalari bor edi. Broni plonkalarni akam o'zim yopishtirib olaman deganlar uchun bizni polirovkalarni qilib, chiroyli qilib mana broni plonkaga tayyor qilib berganmiz. Agar sizlarda ham shunaqa premium mashinalar bo'lsa, bemalol bizga ishonib topshirsanglar bo'ladi. Chiroyli va sifatli ishlarni tavsiya etib qolamiz. Xizmatli bo'lsa bemalol murojaat qilaverasizlar.